Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ko'pchilikni qiziqtirgan Enel kompaniyasi haqida qisqacha gaplashamiz. Kompaniya 2000-yil oxirida Rossiyada tashkil topgan bo'lib, 2003-yildan buyon xalqaro darajada ishlab kelmoqda. Hozirda 9 ta davlatda 400 dan ortiq ofis va magazinlarga ega bo'lib va 6 million odamni o'z mijoziga aylantirgan top darajadagi tarmoqli kompaniya hisoblanadi. Hozirda kompaniya 400 dan ortiq assortimentdagi odam salomatligi uchun har xil yo'nalishlarda ekoproduktlar ishlab chiqarmoqda. Bulardan vazn korreksiyasi uchun mahsulotlari eng talabgor mahsulot bo'lib, ozmoqchi bo'lganlar uchun optimal yechim bermoqda. Va o'zini sevadigan, qadrlaydigan ayollarga yuz uhudi uchun Koreya va Rossiyada ishlab chiqariladigan sifatli kosmetikalar bo'lib, Beloved brendi ostida dunyo bozorida raqobat qilmoqda. Germaniyada Nemetskiy standart bo'yicha ishlab chiqariladigan soch uchun uhodlari ham kompaniyaning uzoq yillik tajribadan o'tgan mahsulotlaridan biridir. Bilamizki, har birimiz sog'lom hayot kechirish uchun D добавка va vitamin minerallar